Alhamdulillah, Allohning izni bilan zinapoyamizni nihoyasiga yetib keldik. Ya'ni betonimizni quyib bo'ldik zinapoyasini. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, kuzatuvchilari, bizning obunachilar. Alhamdulillah, Allohning izni bilan zinapoyamizni tugatib bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, birinchi, ikkinchi zinapoyamizga oldini domaloq qilganmiz edi, bosh tomonini, bu tomonini, bu yog'iga ozgina shakl berib, fason berib olganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bunda oysimon bo'lib, ya'ni kamandagi bo'lib egilgan. Inshaalloh qisqacha zinapoyamiz haqida ma'lumot berib, razmerlarni tushuntirishga harakat qilamiz. Общий 24 ta stupenkamiz bor joyimizda. 24 ta stupenkamiz bor. Eng tor zinapoyamiz 1.2 bo'lgan. Eng keng zinapoyamiz mana bu 3-chidagi zinapoyamiz 1.20 bo'lgan. Mana bu 1 bilan 2 ni mana bu oldini hisobga olinmaydi razmerda. Yonlarimiz ozgina avalniy bo'lgan. Zinapoyamizning balandligi, har bitta stupenkamizning balandligi, shu ko'rinib turishiga balandligi 14,5 cm dan tushgan. Oyoq qo'yadigani esa 30 cm dan bo'lgan. Har bittasi 30 cm dan bo'lgan. Tepada 4 ta aylanan zinapoyamiz bor. Qilgan sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisiyaga telefon nomerimiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Sizlarning joyingiga zamonaviy, chiroyli, ko'rkam va sifatli zinapoya qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.